Kecha kommentariyada xolvetar ham qilib bera olasizmi deb so'rashgan edi. Mana bugun sizlarga o'zimizning oilaviy uslubdagi xolvetar tayyorlash jarayonini ko'rsatmoqchiman. Xolvetar pishirish bizning uyda shunchaki shirinlik tayyorlash emas, bolalik paytlari, eski xotiralar va oila davrasining bir joyga yig'iladigan eng shirin onlaridir. Har safar tayyorlaganimizda uyimizga shirinlik va quvonch kiradi. Bolalarim har doim kulib yugurib keladi. "Oyijonim, sumalak pishiryapsizmi?" deb so'rashadi. Haqiqatdan ham xolvetar ko'rinishi bilan sumalakni eslatadi, lekin ta'mi va usuli bilan boshqachaligi bilan ajralib turadi. Xolvetarni yoshi kattalar ham juda yaxshi ko'rishadi. Ular har tatib ko'rganlarida bolaligiga qaytib, eski xotiralarni eslaydi. Bir qoshiq bilan eslab qoladigan shirin xotiralardir. Siz ham buni tayyorlasangiz, ular sizni duo qilishadi albatta. Videoda ham ko'rganingizdek qanday tayyorlanishi bosqichma-bosqich ko'rsatilgan. Men va oyijonim opisaniyada qancha mahsulot ishlatganimizni yozib qoldirdik. Shunda siz ham uy sharoitingizda oson tayyorlashingiz mumkin. Sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, juda ham xursand bo'lardim.